Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Xudo xohlasa bugungi video rolikimizda sizlar bilan birgalikda To'rtko'l tumanida joylashgan Yonbosh qala arxeologik yodgorligi, ya'ni qadimiy qala xarobalarini ko'rib chiqamiz. Bu To'rtko'l tumani. Yan taraflar Paxtabod, Ko'kcha, Yonbosh qala. O filani shu yerning o'rtada qir bor katta. Shu qirni üstünde joylashgan qala. Bu qalamizni yaxshi saqlanib qolganining yana bir sabablaridan biri shu qirning ustunda joylashganligi, ya'ni pastidan suv, boshqa ofani tabiiy jarayonlar kuzatilmagan. Shu sababli qalalari yaxshi saqlanib qolgan. Yine Yonbosh qala. Bu qadimgi Xorazm davlatining eng katta qalalaridan biri hisoblangan. Bu yerda asosan harbiy qala hisoblangan. Bu yerda harbiylar yashagan. To'g'ri to'rtburchak shaklida qurilgan. Ulkanligini, kattaligini qaranglar mana. Yine qadimgi ko'zalarni vajlar bo'lishi kerak bu. Hamma yerini yoyilib ketgan. Ko'za karushlarni bo'laklari. Bu yerlarni arxeologlar o'rgangan. Shu boshqa qalalardan 1930-1950 yillar oralig'ida rus arxeologlari Sergey Tolstoy boshchiligidagi olimlar guruhi bu yerlarni ham tadqiq etgan. Va bu yerlarda qazib, izlanib ko'rganlar bu yerlarni. Bu qala miloddan avvalgi 4-3 asrlarga to'g'ri keladi qurilish vaqtlari. Yonbosh qala. Qadimiy devorlari yine saqlanib qolgan. Düşmanga nishonlar olish teshiklari.